eri tunda keladimi, tongda keladimi, qaysi payt kelsa ham erini yaxshi o'ziga qarab, shirin so'zlar bilan erini ishdan kelishini bayramdek qilib kutib olar ekanda, keyin soatlab erini oyoq kiyimini tozalar ekan. Ya'ni ustki qismini tozalar ekan. Mana siz ko'rganmisiz oyoq kiyimning ostki qismini tozalab artayotgan odamni? Yo'q, odatda e'tibor qilinmaydi. Chunki yuramiz-ku deymiz abichur. Shunaqa. U ayol ostki qismini ham soatlab tozalab, xuddi bugun bozordan sotib olganday qilib qo'yar ekan. Keyin eri bir kun hayron bo'lib savol berdi onasi. Tuflimni artayapsan, rahmat senga. Lekin ostki qismini tozalashingni tushuna olmayman desa, dadasi sizni oyoq kiyimingizni qancha toza qilib kiygizadigan bo'lsam, shuncha toza joylarga oyog'ingiz tegadi. Toza